Şeytan bizni şehvet ve başka türlük yollarla azdırılmagan vaqtida bizni ibadetlerimizde ve iman itiqadlarimizda her xil vesvesege selish orqali azdırmoqchi bo'ladi. Masalan, sen bütün kainatni, hamma narsani Allah yaratdi deb qaraysan. Undaqda Allahni kim yaratdi degan o'xshagan savollarni selish orqali bizni iymonimizda shak solmoqchi bo'ladi. Amaliyotda bu qo'rquvdek savol emas. Chunki biz tuanda bu savollarning naqadar aqlga zid va mantiqsiz ekanligini isbotlab chiqamiz. To'g'ri, bütün kainatni ve kainatning ichidagi barliq narsalarni Allah yarattı. Undaqda Allahni kim yarattı? Biz bu savolga kirishdan ilgari oldi bilan yaratilmoq degan so'zning ma'nosini tushunishimiz kerak. Yaratilmoq deganlik yo'q yerdan paydo bo'lish, yaratilishdan ilgari yo'q bo'lish deganlik bo'ladi. Masalan, hozir mening qo'limda ho'llik bor. Bu ho'llik nereden keldi? Sudan keldi. Ustalning ustida ho'llik bor. Bu ho'llik nereden keldi? Sudan keldi. Kiyimim ho'l, oyg'im ho'l. Bu ho'llik nereden keldi? Sudan keldi. Undaqda sudagi ho'llik nereden keldi desam, bu savol aql uygun mu? Yo'q. Chunki su ho'llikning birinchi manbasi, ya'ni birinchi sababi. Ya'ni su ho'llikning paydo qilguvchisi. Bu savolda paydo qilguvchi, paydo bo'lgan, ya'ni yaratilgan narsaga qiyos qilinib savol qo'yildi. Shuning uchun bu yerdagi savolda aqlga zidlik va mantiqsizlik bor. Yana bir misol. Bir odam perdening keyinida turib qo'choqni yip orqali harakatlantirgan bo'lsa, men bu qo'choqni kim harakatlantirdi deb savol qo'ysam, siz buningga Samat yoki Ahmad harakatlantirdi deb javob berasiz. Men qo'pib, undaqda u Ahmadni kim harakatlantirdi deb so'rasam, bu savol to'g'rimi? Yo'q. Chunki bu yerdagi qo'choqning harakati Samatdan boshlandi. Ya'ni Samat hodisining harakatining boshlanish nuqtasi, ya'ni birinchi sababi. Uningga bundaq savol qo'yish aqlga zid keladi. Texmo deqib tushuntirsak, siz masalan qator tizilgan nonlarni ko'rib, bu nonni kim yoqdi deb so'raysiz. Men navoy yoqdi deyman. Siz undaqda navoyni kim yoqdi deb so'rasangiz, bu savol to'g'rimi? Yo'q. Chunki bu yerda non yoqilishdan iborat bir hodisa navoydan boshlandi. Shunga u savolni, hodisani paydo qilguvchining o'ziga qo'yish aqlga zid va mantiqsizlik. Bu yerda ikki mantiqsizlik bor. Birinchi mantiqsizlik navoydan iborat bir hodisani paydo qilguvchini nondan iborat bir hodisaga qiyos qilinib savol qo'yilganligida. Ikkinchi mantiqsizlik hodisadan so'ralgan savolning o'zining hodisa bo'lmagan narsadan so'ralganligida. Odatda savol hodisadan so'raladi. Masalan, siz yotiqingiz kirsangiz, ustallaringiz o'rnidan yotkelgan bo'lsa, bu ustallarni kim yotkidi deb so'raysiz. Agar ustal o'rnidan yotkelmagan bo'lsa, bu ustalni kim yotkidi deb so'rashingiz, bu aqlga zid. Shuningga o'xshash bizni Alloh yaratdi, undaqda Allohni kim yaratdi degan savoldimi? Yuqoridagi o'xshash ikki mantiqsizlik bor. Birinchidan Allohning hech bir o'xishi yo'q. Ikkinchidan Alloh hodisa emas. Hodisa deganning boshlanishi bo'ladi. Ya'ni hodisa paydo bo'lishdan ilgari yo'q bo'ladi va uning oyoqlanish nuqtasi bo'ladi. Alloh yaratilgan emas. Alloh hodisa emas. Alloh birinchi sabab, hodisaning manbasi. Kun fayakun. Alloh bo'l deydi, bo'ladi. Masalan, askar buyruqni kimdan oladi? Qo'mondandan oladi. U qo'mondan buyruqni kimdan oladi? Oliy qo'mondandan oladi. U oliy qo'mondan kimdan oladi? Bosh qo'mondandan oladi. Bosh qo'mondan kimdan oladi? Padişahdan aladi. Demek bu buyruq ne tugaydi? Padişahda tugaydi. Eğer padişah buyruqni kimdan aldı desek, bunun cevabı çıkmaydı. Çünkü padişah buyruqning manbasi. Eğer padişah mı yeni birisinin buyruqni alsa, bu yerdeki padişah ikinci sebepke çıkıp kaladı, padişah bulanmaydı. Mesela vagonluq poyezdini oylab bakaylı. Poyezdning en ahırkı vagonunu qaysi vagon söyleydi? Onun aldıdaki vagon söyleydi. Onu qaysi söyleydi? Onun aldıdaki söyleydi. Onu qaysi söyleydi? Onun aldıdaki motor oruntilgan birinci vagon söyleydi. Eğer men bu birinci vagonunu qaysi vagon söyleydi deb so'sam aqlga uygunmi? Yo'q. Nimishqa? Birinchi vagon, ya'ni motor o'rnatilgan birinchi vagon harakatning hodisining manbasi. Buningdan undaq so'ralmaydi. Agar uni boshqa so'raydi deb qalsak, bu birinchi vagon harakatning manbasi bo'lolmaydi. Demak, bu ikkinchi sabab bo'lib qoladi. Shuningdek, yaratilishdan iborat bu bütün hodisalarning birinchi sababi va manbasi bo'lgan Allohni kim yaratdi deb so'rash mantiqsizlik. Chunki Alloh hodisa emas, balki hodisalarning manbasi va birinchi sababi. Alloh maxluqotlarga tubdan o'xshamaydigan va yaratilmagan azaliy kuch. Biz yaratilgan maxluq bo'lg'achqa, hodisa bo'lg'achqa, yaratilmaslik degan nima, hodisa bo'lmaslik degan nima, buningga cho'nqurlab kirishga bizning aqlimiz ojizlik qiladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom kishilar o'zaro so'rashib, buni Alloh yaratdi, undaqda Allohni kim yaratdi degan yag'ichilik bor edi. Agar shundaq bir savolga duch kelsa, a'udhu billahi minash shaytonir rojim desin va shu yerda to'xtasin deydi. Rasulullohning bundaq deganligi aqldan va tafakkurdan cheklaganligimi? Yo'q. Biz yaratilgan, hodisa bo'lgan maxluqotlarning yaratilmaslik, maxluq bo'lmaslik, hodisa bo'lmaslik degan bu uqumlarni tushunolmaydiganligimiz uchun shu yerda to'xtab qolsin degan. Butun dunyodagi insoniyat yaratilmagan bir azaliy kuchning borligiga ishonadi. Dinsizlar Allohning azaliy ekanligini inkor qiladi, ammo hayoti dunyoni azaliy deb qaraydi. Demak, butun insoniyat azaliy bir kuchning borligida ittifoq. Biz uni Alloh deymiz. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar
نسير وننشر